Namozxonni Allohga yaqin qiladi. Uning irodasini mustahkamlaydi. Bu dunyo matohlaridan o'zini yuqori tutishga o'rganadi. U o'z egasiga chegarasiz nafsoniy rohat va ruhiy farog'at baxsh etadi. Namoz o'qiydigan inson g'aflat uyqusidan uyg'onadi, hayotga teran qaraydi. U kishi intizomli bo'lishni, hamma ishlarni tartib bilan olib borishni yo'lga qo'yadi. Vaqtni tejashni va hayotini barcha jabhalarida tartibni o'rganadi. Namozxon odam hilm, xotirjamlik, shoshilmaslik, sabr kabi ko'plab yuksak yaxshi amallarga o'rganadi. Namozni masjidlarda jamoat bilan o'qish afzal. Bu namozxonlar orasida ijtimoiy axloqni mustahkamlaydi, kuch jamoatda birlikda ekanligini anglaydi, ijtimoiy bog'lanish va hamkorlikni kuchaytiradi. Jamoat namozi odamlar o'rtasida tenglikni namoyish qiladigan eng muhim omildir. Namozda bandalar kim bo'lishidan qat'iy nazar bir joyda, bir safda turadilar, bir xil amalni bajaradilar va yagona Robbilariga banda ekanliklarini izhor etadilar. Namozda bandalarning jamoat shaklida imomga bo'ysunishlari bir maqsad uchun intilishlarini bir ko'rinishi bo'ladi. Namozxonlar orasida ba'zida ko'rinmay qolganlarini intiqlik bilan axtaradilar. Bemorlar bo'lsa, mazlumlar bo'lsa, hojatmandlar bo'lsa, ularga yordam beradilar. Shu bilan birga ular bir-birlarini xatolarini ham tuzatib boradilar. Namoz musulmon kishini g'ayri musulmondan ajratib turuvchi eng asosiy belgidir. Shuning uchun ham namozxon odamni hamma hurmat qiladi, unga ishonadi, undan xotirjam bo'ladi.